Hürmetli doktor, aldı bilen hoşnumuzdan başlasak. Elbette biz ilgirki nurgun söhbetlerimizde bu Pakistan, Afganistan, bu rayondaki bulup mu Pakistan, Afganistan otuzki bu çigira tokunuşları pat çıkıp durat. Yani bu kadem resmi Pakistan ahırda benim sevrim tügüde emdi. Ben resmi uruş açtım diyen şekilde 27. fevral uruş başlagan oldu. Bununki aldı kendini bu yerge epkegen nokta bu ikisini bulup mu Afganistan'daki yeniden özünü bir müstehkemleşke, özünü itiraf kıldırışka tirişivatkan bir devletinin Pakistan'daki hoşnusu bilen ötüp nayet yakın ötüş gerek olan bir vaziyette bu uğraşının resmi ciddi bir şekilde kayıt edin qo'zg'olishininkki aqistiki sabablar bu yerga ep kelgan nuqtalarni anlagan bo'lsak. Xo'sh, agarda ijro sababini deydigan bo'lsak, shu Pokiston bilan Afg'oniston orasidagi bu chegara masalasi. Ya'ni o'z vaqtida 1890'larda inglizlar bu Hindiston qit'asini besib olgan vaqtida mustamlaka hokimiyat bo'lgan vaqtida Pakistan bilan Afg'onistonning orasidagi chegarani bular ashuna sızgan. Sızgandan keyin bu Afg'onistonning ichidagi bu Pashtun millatining bir qismi Pokistonningki chegara ichida qolgan, bir qismi Afg'onistonda qolgan. Bu mustaqil bo'lgandan keyin Pokiston shu chegarani inglizlar sızgan chegarani qabul qilgan. Ammo Afg'oniston buni qabul qilmagan. Chunki bu siziq bir millatningki manfaatiga qarab emas, bunda siyosiy yoki boshqa bir maqsad bilan sızganligini va shundaqla bu Pokistonga foydali bir siziq bo'lganligini ilgari surib, burundan tatipla bir jidali boti bularning orasida. Xo'sh. Ancha-muncha chegarada bir masalalar bo'ladi. Ammo bunda cho'ng vaqa bo'lmadi. Bo'libmi 2021'dan keyin shu Taliban hakimiyet beshiga kelgandan keyin bu mesele yana bir gün tertipga keldi. Chegara meselesi ve devam kılıvadı. Hozir mı şu bo'layotgan meselemiz şu. Orta vadelik bir sebepni deydigan bo'lsak, bu Taliban meselesi. Hemmemiz bilimiz bu Afganistan'ın Sovyetler işgalidan keyin Pakistan'da bu Talibanlarını yetiştirishga tirishdi. Yani iki xil Taliban paydo bo'ldi. Birisi Pakistan Talibanı, birisi Afganistan Talibanı. Afganistan Talibanı hem de şu Sovyetlerge karşı, Amerika'ya karşı degandek bu Afganistan'da bu mücahitligini kıldı. Ama Pakistan'da yetişken bu Talibanlar hazırki hakimiyetinin İslamik bo'lmaganligini, shuningga bunun yeriga boshqa bir İslamik bir hakimiyet kuruluş kerak bo'lganligini ilgari surib, shu Pakistan hakimiyetini aldırmoqchi bular. 2021'de bu Taliban, Afganistan Talibanlar bu iktidarga, yani hakimiyet beshiga kelgandan keyin Pakistan'da turamagan yoki tutilishni oldida bo'lgan Taliban, yani Pakistan Talibanlar şu Afganistan'daki chegara rayonlarga yerleşken. Ama bular bazen şu Pakistan'daki içinde bazı şehirlerde işte bomba koyuşunu, bomba patlatışını, hatta camilerge bulup Şii camilerge bomba koyuşunu kılıp geldi. Hem de bu da ikinci ayda şu Pakistan'daki paytaxtda bunda bir bomba patlaşını kıldı. Hem de paytaxtda bunda bir bomba patlaş bir devlet hakimiyet bulup bunu kabul kılamaydı hem de. Şununla bu Taliban hükümetiga besim işletti. Taliban hükümeti bunda bir mesele yok, biz bunda teröristlerini bizninki chegarani ichida kutmadik. Pakistan şunda bu chegaranın palancı yerlerde bularınki bazıları var,
Pakistan Taliban'ın. Bazıları var onda tiyinivasam olmaydı deydi. Yana şunda kılıp Pakistan'ın ki bazı yerlerde bomba patlagan ki Pakistan şu Afganistan'ın çıgıra işçideki şu Pakistan Talibanlarının ki yerleşken yerlerge hücum kılışkı başladı. Bu hücumga karşı bulayımız 2. ayda buluvatkanşılı. Afganistan mı bu çıgıradaki Pakistan ermisi gibi hücum kıldı. Şununla bu iş çoğayıp gitti hem de. Şu 26. yıllardan keyin bu işler çoğayıp gidip burun çeklik bir hücum kılışını çeklik uruş deganni so'zlab kelayotganda hozir to'liq jang qilish deganga aylandi. Ya'ni mana degan chog'da jangni ochiqla e'lon qildi. Burun cheklik urush degan gap bu intiqomni ololsa bir necha Pakistan Talibanlarni o'ltirolsalar bo'ldi deb o'ylaydi hamda. O'ylagan. Hozir hamda bu jangninki to'liq degan vaqtida keng ko'lamli, uzun muddatlik bir jangga kirish degan gap. Pakistanninki nishonida yolg'izla Pakistan nima Talibanlar emas, shundaqla shu Daeshchininki ba'zi guruhlarimi bor, ularga qarshi hücum qilayotganligini bir ko'ryapmiz. Hamda Pakistanninki havo armiyasi kuchli, ya'ni Pakistonga Afg'oniston qaragan chog'da. Armiya tuzumi shu muntazam chetdan deydigan bo'lsa, ya'ni Pakiston Afg'onistondan kuchli. Shuningga Afg'oniston tayoq yeyishdan boshqa bir nima qilolmayotdi. Faqat Afg'onistonning tarafida partizanlik urushi chetda bu tajriba va qobiliyatlari bor. Shuningga bu chegara rayonda Afg'oniston arasındaki chegara rayonda ham shu Pakistanninki ba'zi punktlari bor, harbiy punktlar. Ularni urib selib nim qila oladi hamda askarlarni o'ltira oladi. Buni intiqomni olamiz deb Pakiston yana urdi. Shuningga bugungacha bu jang hozirgacha davom qilyotdi. Arlab yana bir-biriga urib qilyotdi. Ya'ni yig'ib kelgan chog'da tarixiy masalalar bor. Bu chegara masalasi, etnik masalalar bor. Ondan keyin bu geopolitik masalasi bor. Mesela deganda yaqinqi yillarda Afg'oniston Hindiston bilan yaqinlashdi. Hindiston Afg'onistonga ba'zi mablag'larni soldiganligini, shu bilim, texnologiya, harbiy jihatda yardım qilganligini ifoda qilgandan keyin Pakiston bunga biroz norozi bo'ldi. Chunki bu Hindiston sharqda, Afg'oniston g'arbda Pakistonga hücum qilgan taqdirda shu Pakistonning manfaatiga chiqindigan gap. Uningga rozi bo'lmagan. Shuningga bu Afg'oniston hukumatiga bir dars berish, butun shu voqealardan keyin dars berish Pakiston hukumatiningki bo'libmi harbiy sohalardagi bir qarori bo'lgan bo'lsa kerak. Xo'sh. Xo'sh.